Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana silos tayyorlashga kelyapman. Hamma joy qor. Qordayam to'xtamayman. Silosni drabilkadan chiqarib, maydalab, keyin molga beramiz. Shunda mol yaxshi yeydi. Ichida qolgan makka jo'xorini donalarini ham parchalanib, molni ichida effekt beradi. Agar shunday beradigan bo'lsak, shunday kirib, shunday chiqib ketadi-da, hech qanday effekt bermaydi. Men silosni olishimda sal adashganman. Sal pishgan silosni kombaynga, Jaguarni kombaynga qo'shtirmay, maydalatmay urganman-da. Endi shuni drabilkada maydalab chiqarib, keyin beryapman. O'zi oz qoldi. Endi agar shuni yedirib olsam, shu bilan tugaydi. Keyingi olgan siloslarimni hammasini Jaguarda tegirmonda qo'shtirib, maydalab chiqartirganman. Shunday mollarga qarashni ham men ham yaqinda boshladim. Avvallari mol chorvaga hech qarab ko'rmaganman. Endi ishimni tugatdim. Undan keyin silosni yoyib, yerga tekislab, ustidan suv sepdim. Namligi holati bo'lsin deb. Keyin ustidan somon tashladim. Somonni ham ustidan yana 2 satil suv sepdim. Namgarchilik bo'ldi. Endi ustidan yem qo'yyapman. 20 kilogramm, 5 ta molga 20 kilo yem solyapman. Nasib inshaalloh endi asta ko'paytiramiz. Yemlarni endi yeyishni yaxshi boshladi. Birinchi xoltani kilogramm tugab qoldi. Shunga ikkinchi xoltani ochib oldik. Mana ichidan qog'oz chiqadi. Ideal korum yemlarini beraman. Ideal korum yemlarini ichidan qanday tartibda necha kilogramm yem berilishi chiqadi. Shu ratsion bo'yicha beraman. Ideal agrar jamoasiga omad tilayman. Odamlarni qiyinini yengil qildi. Ancha yengil bo'ldi. Mol qarash avvallari tashvish bo'lgan, qanday qaraymiz, nima qilamiz deb. Ideal agrar jamoasi Yevropadan tajriba orttirib kelib, shu xalqimizga chorva sohasida yaxshi yengillik beryapti. Mana yemlar sepib oldim. Endi hozir bu yerda kechki va ertalabki yemlarni tayyorlayapman. Endi somonni ham drabilkadan chiqarib olamiz. Mayda qilib, uzunligi maksimal 1 santimetrgacha bo'ladigan darajada maydalab chiqarib olamiz. Mana bu silosga aralashtirganda yaxshi aralashadi. Mollarga hazm qilishini yengillashtiradi. Lekin yomon changiydi, changib ketadi. Changisa ham endi mollarga yaxshi bo'lsin deb somonni ham chiqarib olamiz. Shu payt orqada mollarimiz ham bizni tomosha qilib turibdi. Chang bo'lsa ham oldimizga kelib turibdi. Endi unga nima bor ekan? Mana yemlarimizni hammani tayyorlab oldik. Joy-joyiga qo'yib, endi buni aralashtirib chiqamiz. Mana bu ideal korum yemlaridan sizlarga ham tavsiya beramiz. Mana shu tarzda hamma yemlarni aralashtirib, yaxshilab, ana undan keyin mollarga bersak, mollar mazza qilib yeydi.